Sovchilarga rozi bo'lishdan oldin Sharif ishongan do'sti Bahromga qo'ng'iroq qilishga jazm qildi. Qizi Shahnozaga kelgan sovchilar Ma'rufjonni rosa maqtashgan edi. Ammo o'zbekchilikda surishtirmay qiz berish, keyin bir umr pushaymonga ko'milib yashash degani. Go'shakdan do'stini tanish ovozini eshitib, Sharif jilmaydi. Ular Bahrom bilan sinfdosh o'rtoq. Hayot juda qiziq narsa. Ularni maktabdan so'ng 20 yilga ayirdi-da, so'ng yana uchrashtirdi. Bahrom Sharif ishlaydigan korxonaga bo'lim boshlig'i bo'lib kelganida ikkalasi yo'lakda uchrashib qolib, quchoqlashib ko'rishdi. Shundan beri Bahrom bilan yaxshi yomon kunida birga. Bormisan o'rtoq? O'zim qo'ng'iroq qilmasam, do'sting borligi ham esingga ham kelmaydi. Yaxshimisan Sharif? Uydagilar tinchmi? Ha, tinch. Shu desang, to'y boshlab qo'ydim. Sendan beruxsat. Shahnozaga sovchi kelgan edi. Yigit bilan bir gaplashsam devdim. Undan oldin oilasini bir surishtirish kerak. Kimni bolasi ekan? Qayerdan? Gulzordan. Otasini o'zini firmasi bor ekan. Onasi o'qituvchi. Har qalay ziyoli oilaga o'xshaydi. Birga borib mahalla raisidan, qo'ni-qo'shnilardan surishtirsak devdim. Ko'p yildan beri rahbar bo'lib ishlayapsan. Odamni kimligini bir qarashda bilib olishingni bizga kelganingdayoq sezuvdim. Sharif ayoli manzilini yozib olgan qog'ozchani Bahromga uzatib, to'g'ridagi savlat to'kib turgan ko'p qavatli uyni ko'rsatdi. Mana shu dom adashmasam. Qani, yurchi? Ko'p qavatli uy atrofiga qator qilib ekilgan daraxtlar issiqda jonga huzur bag'ishlaydi. Tekis yo'lak chetlarida barq urib o'sgan rayhonning ifori ozgina shabadada ham dimoqqa gub etib urilib, Sharifga doimo qo'llaridan rayhon isi kelib turgan momosini eslatdi. Daraxtlar tagiga qo'yilgan yog'och kursilardan biriga o'tirgan, qo'lidagi uyali aloqa telefoni orqali birovga zarda bilan gapirayotgan 65 yoshlarni qoralab qolgan odamni ko'rib, uning oldiga borishdi. Assalomu alaykum otaxon, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Va alaykum. Sizlarni tanimay turibman. Otaxon, shu domda turasizmi? Ha, nima edi? Shu yerda Ma'rufjon Xurramov degan yigit turar ekan. Otasini ismi Ismoilbek, o'zini firmasi bor. Ha, ularmi? Taniyman. Bo'lmag'ur oila. Sharif hayron bo'lib Bahromga qaradi. Otaxon, nega unday deyapsiz? Bizga yaxshi, ziyoli oila deyishgandi. Nima? Shu yoshimda meni yolg'onchiga chiqaryapsizlarmi? Ismoilni oyog'i yerdan uzilganiga ancha bo'lgan. Puldan boshqa atrofda hech narsani ko'rmaydi. Birovga yordam beray demaydi. Mahalla kuyga aralashmasa, pulini sassig'iga chiday olmay, ko'chadan beri kelmasa, qachon qarama ishdan yarim tunda keladi. Mashinasini ovoziga uyqum o'chib ketadi. Aytishlaricha, Yunusobodda yana bitta xotini bor ekan. O'shanikidan kech qaytarkan. Bolasi ham o'ziga o'xshagan. Na salom berishni biladi, na odobni. Qaysidir institutni bitirdi deyishuvdi. Hozir otasini qo'ltig'iga kirgan. Buning burni ham osmonni tiray boshlagan. Oyog'ini ostini ko'rmaydigan bo'lib qolgan. Nashavand. Bir necha marta milisaga ham tushib chiqdi. Otasini puli ko'p-da, darrov chiqarib olishdi. Gapimga ishonmasalaring, Lubboy odamdan so'ranglar. 100% ga tasdiqlab beradi aytganlarimni. O'zi sizlarga Ismoil nima uchun kerak bo'lib qoldi? O'zimiz shunday, birga ishlamoqchi edik. Mayli otaxon, rahmat. Aytganday, uyni kattasi bormi? Qayerda turadi? Dedi Bahrom asabiylashayotgan Sharifni sekin biqiniga turtib qo'yib. Kattasi? Menda kattasi. Nima edi? Dedi kursida o'tirgan odam mensimayroq ularga qarab. Shu uyni damkomi sizmi? Deb qaytadan so'radi Bahrom. Mundoq tushuntirib o'zbek tilida gapirmaysizmi? O'ziga yarashmagan holda g'alati kuldi boyagi odam. Uyni kattasi deysizlarmi? Damkom-de, olam Guliston. Damkom anavi podyezdning 2-qavatida turadi. Chap tomondagi eshik. Meni gapimni u ham tasdiqlaydi. Bahrom, shu odamda gapi rost bo'lsa, qizimizni hayoti do'zaxga aylanadi-ku. Sharif qo'lidagi mashinani kalitini asabiy aylantirib, o'rtog'ini qulog'iga shivirladi. Sharif birdan xulosa chiqarmagin. Shu cholni nigohi menga yoqmadi.
Juda ham qarashlari bejo'mi, basharasidan zahar tomib turibdi. Yur, yaxshisi damkomga uchrashaylik. Shu yerda yashaydigan oilalarni yaxshi bilsa kerak har qalay. Agar u ham bo'lajak qudang haqida yaxshi gap gapirmasa, nachora. Hali qizingni fotihasini qilmading-ku, balki hammasi yaxshilikka bo'lar. To'q jigarrang eshikning qo'ng'iroq tugmachasini bosishlari bilan ichkaridan kim u degan erkak ovozi eshitildi. Oradan bir daqiqa vaqt o'tar o'tmas eshik qiya ochilib, ustiga yengil sport kiyimini kiyib olgan, yelkasiga sochiq tashlagan to'laroq odam ko'rindi. Assalomu alaykum, kelinglar. Sharifmisan? Qaysi shamol uchirdi? Meni qanday topding? Tanish ovoz. Juda ham tanish chehrani ko'rib, Sharif turgan joyda kalovlanib qoldi. Jo'rabek, o'zingmi? Bahrom notanish odamni qattiq quchoqlab olgan do'stiga qarab, uning orqasidan nima deyishni bilmay turardi. Aytganday Bahrom tanish. Bu mening quroldoshim, jonajon do'stim Jo'rabek. Qurolli kuchlar safida birga xizmat qilganmiz. Vaqtni tez o'tishini qaraya, hamon o'sha. Ammo biroz to'lishibdi xolos. Sharif do'stini qo'lini qo'yib yubormay Bahromga: Qani uyga kiringlar. Aksiga olib, xotin ham bolalar bilan Farg'onaga enasini ko'rgani ketuvdi-ya. Ammo hech qisi yo'q. Bir o'zim qo'l bola osh damlayman. Bir otamlashaylik. Ko'rishmaganimizga ham necha yillar bo'lib ketdi. Jo'rabek mehmonlarni ichkariga taklif qilib, o'zi oshxonaga yo'naldi. Jo'rabek, to'xta, hech narsa kerakmas. Bo'ldi, seni topdim. Endi boshqa kuni albatta otamlashamiz. Biz boshqa ish bilan kelgan edik, dedi Sharif divanga o'tirib. Qani? Amin. Ilohim yurtimiz tinch, farovon bo'lsin. Topgan tutganing to'ylarga buyursin. Uchovlon yuzlariga fotiha tortishdi. Tinchlikmi Sharif? Sen meni bu yerda yashashimni bilmasmiding? Deb so'radi Jo'rabek, stoldagi shirinlik solingan likopchalarni ustidagi dokani olib. To'g'risini aytsam yo'q, ammo seni topganimdan juda xursandman. Shu desang, to'y boshlamoqchi edim. Qizimni uzatmoqchiman. Shu domda turgan Ismoilbek degan odamni Ma'rufjon degan o'g'lidan qizimga sovchi keluvdi. Endi bilasan, o'zbekchilik, nasl nasabi kim, qanday oilaning bolasi, bir surishtiraylik deb kelgandik. Aksiga olib, domni pastida o'tirgan odam ularni yaxshi oilamas dedi. Shu gap rostmi? Sharif quroldosh do'stini yuziga tikildi. Bu orada choy damlab kelgan Jo'rabek choyni qaytarib, choy solingan piyolani avval Bahromga, keyin Sharifga uzatdi. Ismoilbek to'y boshlabdi-da, xursandman. Yoshlar baxtli bo'lsin ilohim. Juda yaxshi oila. Ziyoli, mahallaga, domdagilarga doimo qayishadi. Hammaga qo'ldan kelgancha yordam beradi. O'g'li ham o'qigan, adashmasam otasi bilan birga ishlaydi. Bahrom Sharifga ma'noli qarab qo'ydi. Pastdagi qo'shningiz bilan gaplashganimda u bizga mutlaqo boshqa narsa aytdilar. Ma'rufjon nashavand, otasi xotinboz ekan. Nima? Jo'rabek oyna oldiga borib pastga qaradi. Ha, tushunarli. O'zlaring ham odamiga yo'liqibsizlar-da. Odamzod yoshi o'tsa ham o'zgarmas ekan. Afsus, ana shunday odamlar sababli yoshlarni baxti ochilmaydi. Pishib qolgan maslahat oshi tarqalib ketadi. Shuning uchun ham surishtirganda bitta odamni gapiga ishonib qolmaslik kerak. 1 yil oldin to'g'rimdagi qo'shnim qiz chiqardi. Qizi biram chiroyli, odobli, tarbiya ko'rgan, o'qigan qiz edi. Berishdan oldin rosa surishtirishdi. Ammo kuyovning aybini birorta ham qo'shni andisha qilib aytmagan. Kuyov g'irt bezori, buni ustiga nashavand ekan. Buni hammasi to'ydan keyin ayon bo'ldi. O'rtada yosh kelinchak baxtsiz, ota-onasi esa qo'lida bolasi bilan uyga qaytib kelgan qizini dardiga malham bo'la olmay halak. Endigina tug'ilgan go'dak otasiz yetim qoldi. Shuning uchun surishtirganda ham yaxshilab bir necha yaqinlari, qo'shnilari, kerak bo'lsa o'qish joyi, ishxonasidan so'rash kerak. Chunki qo'shnilar ichida ham turli xil odamlar bor. Sal bir-birini ko'nglini og'ritgan bo'lsa, yaxshi oilani qasddan yomonlashi mumkin. Sobir akaga o'xshagan ichqora odamlar esa birovni yaxshi kunini ko'ra olmaydi, yomon kuniga quvonadi. Oz bo'lsa-da bunday odamlar afsuski uchrab turadi. Ma'rufjonga kelsak, ko'ngilni to'q qilib qizingni beraver. Juda ham yaxshi oila.
Xudo xohlasa qizing albatta baxtli bo'ladi. Bu Sobir aka deganing ichimga g'ashlik solgan edi. Qara, seni uchratganim yaxshi bo'ldi. Barcha g'uborlarim tarqadi. Seni ko'rib esa ko'nglim tog'dek ko'tarildi. Mayli Jo'rabek, biz endi turaylik. Qani bir omin qilchi? Sharif jilmayib do'stiga qaradi. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. 20 yil deganda uchrashdik-ku. Seni quruq shunday qo'yib yoralamanmi? Bitta osh damlayman, keyin ketasizlar. Jo'rabek Fotihaga qo'l ochgan Sharifni ko'nglini tushirdi. Aka, bizga ruxsat bering. Xudo xohlasa Sharifjon alohida keladi. Hozir ishlarimiz bor edi, dedi Bahrom o'rtog'ini ikkilanayotganini ko'rib. Afsus, birga xizmat qilgan kunlarni eslardik-da Jo'ra. Bahonada siz bilan ham yaqindan tanishib olardik. Ammo nachora, faqatgina tez kunda qayta uchrashish sharti bilangina sizlarni qo'yib yuboraman. Qani, Bahrombek siz ayting. Ilohi omin. Shu xonadonda to'ylar bo'lsin. Bizning yoshlarimiz ham qo'sha qarishsin. Amin. Jo'rabek Sharif bilan Bahromni ko'chaga kuzatib chiqar ekan, hamon soyada kursida o'tirgan Sobir akani ko'rib oldiga bordi. Sobir aka, uyalmaysizmi yolg'on gapirgani? Soch soqolingiz oqarsa ham ich qoraligingiz qolmadi. Bularga nima dedingiz? Nima debman? To'g'risini aytdim. Yo noto'g'ri gapiribmanmi? Sobir aka havo salqin bo'lishiga qaramay, ro'molchasi bilan terlagan peshonasini artdi. Suf sizga. Jahli chiqqanini yashirolmay Jo'rabek dedi. Axir kichik qizingizni uzatganingizda shu Ismoilbek homiylik qilmaganmidi? To'yda qazili osh yeganingizda qon bosimingiz ko'tarilib mazangiz bo'lmaganida Ismoilbek tez yordam chaqirtirib sizni ko'tarib mashinaga olib chiqmaganmidi? Mahalla guzaridagi bolalar maydonchasini ham Ismoilbek qurib bermadimi? O'g'li Ma'rufjon salomni kanda qilmaydi. Otasi bo'lmasa mahallani to'yi bormi, hasharimi doimo qatnashadi. Biror marta bu bolani nasha tugul sigaret chekkanini ham ko'rmaganman. Ismoil esa o'zini ayolidan boshqaga qaragani yo'q. Uyim joyim deydigan erkaklardan. Yoshingiz ham bir joyga borib qoldi. Birovni g'iybatini qilgandan ko'ra oxiratni o'ylab, toat ibodatni boshlasangiz bo'lardi. Sharif bilan Bahrom Jo'rabekka minnatdorchilik bildirib, quchoqlashib xayrlashdi. Mashinada ketishar ekan, Bahrom hanuz o'ychan yo'lga tikilgan Sharifni yelkasiga qo'lini qo'ydi. O'rtoq, aytdim-ku, darhol tushkunlikka tushma deb. Bejiz bobolarimiz odamni olasi ichida demaydi. Anavi Sobir deganni qara. To'g'ridan go'ri yaqinlashib qolgan u, shunda ham birovga yaxshilik qilay demas ekan. Bunday odamlardan Allohimni o'zi asrasin. To'yni boshlayver. Xudo xohlasa, mana biz xizmatda-da. Ammo to'yda albatta anavi o'rtog'ingga bir ton qarz bo'lding. Shu kishi bo'lmaganida bir odamni nomini yomon otliq qilib ketaverar ekanmiz-da. Quroldosh do'stini topganidan xursand bo'lsa-da, hamon Sobir akani gaplari qalbiga shubha soya solgan Sharif do'stiga jilmayib qaradi. Shuni ayt o'rtoq, ammo ota-bobolarimizni yana bir gapi bor. Yaxshi uy emas, yaxshi qo'shni ol degan. Yaxshiyamki qo'shnilarimizni hammasi yaxshi. Ikkalasi yengil tin olib, barobar kulib yuborishdi.